tadbirkorlar bilan uchrashib, tadbirkorlarda shu bank sohasi bo'yicha nima muammo, taklif bo'ladigan bo'lsa, shuni eshitamiz va tadbirkorlik qilish istagi bo'lgan mijozlarimizga kreditlar taklif qilamiz. Va maqsad shu sizlarni loyihalarni moliyalashtirish orqali yangi iqtisodiyotimizga yangi ish o'rinlari yaratish asosiy maqsadimiz. Bu shu sizlarning tadbirkorlarning moliyalashtirish orqali qo'shimcha yangi ish o'rinlari yaratish. Shuning uchun hozir bizda bir qancha kredit turlarimiz bor. Birinchi sizlarga taklif qiladigan kredit turlarimizdan biri bu KP 312 sonli qaror asosida ajratiladigan kredit mablag'i bo'lib, bu shu 100 milliongacha garojsiz va jami 300 million so'mgacha ajratiladi. 100 million so'mdan tashqari qolgan 200 million qismiga garov talab qilinadi. Bundan tashqari inklyuziv kredit turimiz ham bor. 50 million so'mgacha naqd pul shaklida yoki bo'lmasa plastik shaklda ajratiladi. Faqat bundan asosiy talabi bu 3 yil muddatga 6 imtiyoz davri bilan xotin-qizlarga 24%, erkak kishilarga 20 tartibda 25% ajratiladi. Bu ham shu uchinchi shaxs kafillik asosida ajratiladi. Faqat asosiy sharti avval oilaviy tadbirkorlik kreditidan foydalangan bo'lish talab etiladi. Bu ham shu tadbirkorlikda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi loyihalarni moliyalashtirishga ajratiladi. Hozir sizning loyihangiz nima edi? Chorvachilik. Chorvachilik? Nima tadbirkorligingiz nomi? Xurshid Gold, chorva amal. Xurshid Gold, ha? Necha yil so'm olmoqsiz? 100 million. Hop, nechta ish o'rni yaratadi sizni? Mana shu 100 million so'mlik chorvachilik loyihasi moliyalashgandan keyin qancha ish o'rni, loyihangizda qancha ish o'rni ko'rdingiz? Yangi ish o'rni. Yangi ish o'rni shu 2-3tagacha qilib 2-3tagacha. Sizga keyin chorvachilikga qaysi yo'nalish bo'yicha, sut yo'nalishi bo'yichami, go'sht yo'nalishi bo'yichami? Go'sht yo'nalishi bo'yicha. Go'sht yo'nalishi bo'yicha. Demak, bo'rdoqchilik, semirtirib boqish yo'nalishi bo'yicha. Shunday, qo'yib bo'rdoqish. Sizga ham yirik shoxli, ham mayda shoxli bo'ladi. Aralashma bor, hosil bor. Xurshid Gold mandingiz? Xurshid Gold chorva. Chorva. Demak, 100 million so'm. Shunday.